Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Semental Cheki kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi chislo 15-iyun, haftaning yakshanba kuni. Bugun biza Parkent Boyqozondamiz, qadrli obunachilar, va bizada sotuvimizda 2 bosh Semental monobiliard buqalarimiz bor. Unda xolis video davomida chiroyli obzor qilib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ikkalovini ham alohida obzor qilganmiz. Ikkinchisini video oxirida ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, qadrli obunachilar, bu buqamiz 4 oylik. Qadrli obunachilar, yana takrorlab o'taman, 4 oylik Semental monobiliard bo'y bastida keladigan bo'lsa, bo'yi 1.10 cm. 7 ichtilariga xudo xolasa 100% garantiya. Qadrli obunachilar, molimiz soppa sog'lom, sutdan to'liq chiqqan. Qadrli obunachilar, sutdan to'liq chiqqan. Qadrli obunachilar, mana orqalarida ham molni o'zini tushlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ona sutiga to'ydirilgan. Qadrli obunachilar, oyoq qo'llarning baquvvatligiga, molni o'zini bichimiga e'tibor berib qo'yasizlar. Orqalariga sutga to'ygan variantlardan. Qadrli obunachilar, xo'sh, qadrli obunachilar, sizlarni qiynamagan holatda narxini ham aytib boramiz. Bu molimizga dehqon akalarimiz 23 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Nomerligini opsiyada qoldirib o'tamiz. Kamini o'zingizlar savdolashib so'rayverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa bundan qiziq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Qadrli obunachilar, mana hozir tashqariga ham olib chiqamiz. Mana yurishlariga e'tibor berib qo'yasiz. Qadrli obunachilar, oyoq qo'llari sog'lom, xudo xolasa. Mana molimiz. Qadrli obunachilar, mana yerda yotgan o'sha somonga ham ko'rib turibsizlar, xo'ra bo'lib yopishib yotibdi. Yana bir bor takrorlab o'taman, bo'y bastlarini 1.10 cm. Narxi 23 million pul so'rashyapti. Kami bor, xudo xolasa. Somonlarning ishini qaranglar, qadrli obunachilar. Oddiy yerda yotgan somon bo'lmasa. Mana endi qadrli obunachilar, ikkinchi kichkina buzog'imiz. Qadrli obunachilar, bu buzog'imizning yoshiga keladigan bo'lsa, 1 oylik. Lekin ovqatga to'liq o'tgan, lekin sut ham ichadi. Bunga hali sut ham berish kerak. 3 oylikgacha sut berilsa, sog'lom, yaxshi mol bo'lib o'sadi. Lekin ovqatga ham to'liq o'tgan, sut ham ichyapti. Hozirgi kunda ovqat ham yeyapti. Qadrli obunachilar, mana 1 oylik buzog'ni badanlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Mol tikka, yaltillab yotibdi. Bu molimiz ham nihoyatda sog'lom. Ko'p turganinglardek o'zingizlar. Mashalloh. Qadrli obunachilar, bu molimizda ichi ketdi, boshqa unaqa narsalar yo'q. Qadrli obunachilar, buzog'imizni ko'rib turibsizlar, sog'lom. Mol dirkillab turibdi. Yedishlarda muammo yo'q. Endi bu buzog'imizdan ham sizlarni qiynamagan holatda narxini aytaman. Dehqon akalarimizni 17 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Xudo xolasa o'zingizlar kamini so'raverasizlar. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, like bosib, pastga tashlab qo'yishni unutmanglar. Hammaga kattakon rahmat.